Atiga 5 kun qoldi. Hurmatli Rossiya territoriyasiga ishlashga kelmoqchi bo'lgan aziz yurtdoshlar uchun sizlarga O'zbekiston territoriyasida turib onlayn tarzda gosuslugadan o'tib, ya'ni QR kod qabul qilishni video davomida chiroyli qilib tushuntiraman. Videoga обязательно like bosib, eng yaqin do'stimizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Play Market yoki App Store'dan Gos usluga yozib va skachat qilamiz va undan keyin ustalanib bo'lgandan keyin обязательно birinchi o'rinda zaregistrate bosiladi. Email pochta kirgiziladi. Email pochtalaringga kod keladi. Kodni to'g'ri yozishlaring kerak. Ism, familiyani kirgizasizlar. Kodni ham chiroyligina qilib kirgizgandan keyin o'sha подтверждение qabul qiladi. Подтверждение bosib qo'yasizlar. Dalshi login parol deyapti albatta. O'zlarining shaxsiy profillaringga qanday login parol qo'yasizlar? Xuddi shu holatda login parol qo'yasizlar, chunki kelganlaringdan keyin Rossiya territoriyasiga sim kartalaringni va shunga o'xshash qanaqa gosusluga ishlaring bo'lsa, barchasini Sberbanklaringni o'sha подтверждать qildirib qo'yishlaring bo'ladi. Vahimaga o'rin yo'q, juda ham oson, juda ham qulon. Bu videoni обязательно o'zbekistonlik do'stlarimizga jo'natib qo'yinglar.